Syomka bo'ladi. Qahar ko'ringlarni kiyib keldim. Boshlayapmizmi? Xo'p, 2024-yil sarhisob bo'ldi. Jamoamiz bilan team building bo'ldi va bundan tashqari rag'batlantirish, taqdirlash marosimlarini o'tkazib oldik. Va keyin oldimizda 2025-yil turgandi. Ustoz bilan 2025-yildagi rejalarni gaplashdik va shunda hozirgi holatimizda akademiyada 3 oylik kurslarimiz yaxshi ketyapti. Ana endi biz kattalar uchun, ota-onalar uchun loyihalar qilishimiz kerak va bundan tashqari xalqaro miqyosga chiqishimiz kerak degan narsani aytdilar. Tabiiyki bu challenge jamoa uchun, biz uchun yaxshigina mashaqqatni talab qiladigan ishlar va bu biroz insonni o'ylantirdi. Qila olamizmi, qo'limizdan keladimi degan hislar o'tdi. Va jamoaga qaradim. Jamoani kayfiyati yaxshi, jamoani oldiga qo'ygan maqsadlari yuqori va biz bunga ishondik. Ya'ni 2025-yilda biz ko'p loyihalarni amalga oshira olamiz. Bundan tashqari yuksalish onlayn variantini ancha yillardan beri qilamiz deb kelardik, lekin hech qo'l urmagandik. Va aynan 25-yil bunga ham qo'l uramiz degan fikr keldi. Biz yanvar oyini boshladik. Mana shunaqa challenge, mana shunaqangi loyihalarni oldimizga qo'ygan holatda. Yanvar oyini esa biz oldimizga qo'ygan katta loyiha bilan boshladik. Bu loyiha Markaziy Osiyo davlatlarini bir joyga to'plab, ularni ilm olishi, bir-birini urf-odatlarini o'rganishi, bir-biri bilan muloqot qilishini ta'minlash edi. Ya'ni shu uchun sharoit yaratib berish edi va biz 2 kunlik xalqaro liderlar kempini, ya'ni oromgohni tashkil qildik. Harakatlar 15-yanvardan boshlandi. Kempingni qayerda o'tkazamiz, qay tartibda o'tkazamiz va qayerda ekskursiyalar amalga oshiramiz. Bularning barchasini tashkillashtirish menga yuklatildi va men ushbu vazifalarni bajarish uchun birinchi o'rinda transport masalasini hal qilishga kirishdim. Ochig'i bu kempingda biz kutmagan voqealar juda ham ko'payib ketdi. Eng esda qolarlisi bu mehmonlar sonini kutilmagan tarzda 200 dan oshib ketishi edi. Bolalarda energiya ajoyib edi. 170 kishi bo'ladimi, 180 kishi bo'ladimi, 207 kishimi farqi yo'q. Hammada kayfiyat ajoyib edi. Kempingda eng esda qolarli voqealardan biri ustozlarimiz Muhammadali Eshonqulov hamda Abdulaziz Muhammad o'quvchilarimizga ajoyib bir suhbatlar tashkil qilishdi. Bu suhbatlarda o'quvchilarimiz o'zlarini hayotida kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarga ega bo'lishdi va o'zlarini shu paytgacha qiziqtirib kelayotgan savollarga javob olishdi. Bundan tashqari kemping jarayonida juda ham ko'p sport musobaqalari, futbol, tennis, voleybol, xazina ovi shu kabi harakatli musobaqalar tashkil etildi. Bundan tashqari alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, o'quvchilarimizni taomnomasiga ham alohida e'tibor berdik. Toshkent shahrining Oldi restoranlarida xizmat ko'rsatuvchi professional oshpazlar jamoasini jalb qilgan holatda o'quvchilarimizga vitaminlarga boy bo'lgan ovqatlarni ulashdik. Buning uchun oshpazlarimizga ham alohida rahmatimizni aytib o'tamiz va eng qiziqarli voqealardan biri deb o'ylayman. Kempingimizning oxirgi kunida o'ziga xos auksion bo'lib o'tdi. Bu auksionda 2 kun mobaynida o'quvchilar to'plagan yuksalarini boshqa bir ajoyib qimmatbaho sovg'alarga almashtirish jarayoni bo'lib o'tdi. Menimcha eng yodimda qolgan narsa shu. Kutilmagan muammolar paydo bo'lishiga qaramasdan, biz o'z rejalarimizni qilishda davom etdik va muammolarni o'z vaqtida yechib, ushbu xalqaro kempingni muvaffaqiyatli tarzda yakunladik. Mart oyiga yaxshi kayfiyat bilan kirishdik. Leaders Campni muvaffaqiyatli tugatdik. To'g'ri, Leaders Campda muammolar bo'ldi, lekin uni qo'ldan kelgancha hal qildik. Odatiy ish kuniga qaytdik. Har hafta 30 ga yaqin ota-onalar o'z farzandlarini Yuksalish Liderlar Akademiyasida o'qitish uchun akademiyamizga tashrif buyura boshladi. Bu yil juda ajoyib boshlandi. Bizni eng ko'p quvontiradigan bitta ishni qildik. Bu ishimiz ota-onalarni mahimchilab savollaridan kelib chiqqan edi. Ya'ni bola yuksalishni bitiradi, ammo yana eski muhit. Buni saqlab qolishlik uchun biz nihoyat weekend loyihasiga qo'l urdik.
haftaning faqat yakshanba kuni 3 soatlik darslar davomida bolaga biz ko'proq jismoniy, aqliy va ruhiy jihatdan qarab turib ta'lim beradigan tizimni yaratdik. Va hozir ham bu loyiha anchagina o'quvchilarni yaxshi bir ta'lim olishligini ta'minlab kelyapti. Va 2026-yilda nasib bo'lsa, bundan-da ko'proq o'quvchilarni o'qitib chiqarishlikni niyat qilamiz. Hamma ishlar rejadagidek ketyapti. Lekin meni ichimdan kelayotgan xavotir yoz yaqinlashayotgani. Sababi yozda o'quvchilar odatdagidan 3 baravar ko'p bo'ladi, chunki maktablar tugagan ota-onalar farzandlarini bizga ishonib topshirishadi. Va shu bilan birga meni xavotirim onlayn darslarni yo'lga qo'yishimiz. Uni rejasi, uni syomka ishlari va uni boshqa tashkiliy masalalari. Mart, aprel, may oylari bu oylar biz uchun bir tayyorgarlik davri bo'ldi. Sababi akademiyada o'quvchilarga dars berishdan tashqari yangi izlanishlar qilish, materiallar yaratish kerak edi. Biz qo'llanmalar chiqardik, metodikalarimizni yangiladik, dasturimizga turli xil o'zgartirishlar kiritdik. Umuman olganda barcha modullarimizni takomillashtirishga harakat qildik. Shu orada biz Leaders Camp'ning 2-mavsumini qilishga qaror qildik. Ushbu jarayonda biz oldinga qilingan xatolar va kutilmagan vaziyatlarni rejalashtirgan holatda hech qanday xavfsizlarsiz ushbu tadbirni o'tkazib oldik. Lekin bir narsa aniq edi. Yoz yaqinlashyapti va bizning jamoa uchun juda katta energiya va ruhiyat kerak. 2024-yil yakunidan keyin o'tgan yili o'quvchilar va uni ota-onalariga ustoz dars o'tib berdilar va darsdan keyin o'sha yerda takliflar bo'ldi. Ota-onalar uchun ham kurs tashkil qilinglar, shunday loyiha tashkil qilinglar degan narsani. Va 2025-yildan jamoamiz bilan bunga kuchli kirishib, uni ustida ishlab, birinchi mavsumga qabul ochdik. Qabulimiz ham yaxshi bo'ldi, davom etdi. Kurs juda ham chiroyli chiqdi. Biz kutgandan natija yuqori bo'lganligidan keyin ketma-ket 4 ta mavsum qabul qildik va 4 ta mavsumda ham juda yuqori kayfiyatda, yuqori natijalar bilan tamomladik. Hozirgi paytda 5-mavsumimiz uchun qabul davom etyapti. Odatiy darslarimiz yaxshi ketyapti. Ustozlarimiz dars o'tishdan hech ham charchashgani yo'q. May oyi odatda bizda o'quvchilar ko'payishni boshlaydi, chunki yoz mavsumi yaqinlashmoqda. Va biz bunga yetarlicha tayyorgarlik ko'rganmiz. Lekin bunaqangi qiyin mavsumga kirishdan oldin jamoa kayfiyatini ko'tarib olish kerak edi va buning uchun yaxshi bir jamoaviy team building o'tkazishni niyat qildik. Aprel oyida bizga bir kutilmagan xabar berildi, ya'ni jamoaviy bir kichik tadbir tashkil qilish. Odatda bizda tadbirlar, team buildinglar qiziqarli o'tadi va bu tadbirni ham qanaqa oldingidan farqli qilish, qanaqa qiziqarli o'tkazish bizning zimmamizda edi. Shunga yarasha tayyorgarlik ko'rgan bo'ldik. O'sha kungi tadbir yaxshi ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Tadbir so'ngida esa jamoa a'zolarining hammalari munosib taqdirlanishdi va yozgi mavsumni ko'tarinki kayfiyatda boshlashdi. Anchadan beri Toshkent shahri havoni ifloslanish darajasi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab kelyapti. Shu munosabat bilan jamoa a'zolari butun yuksalishdagi barcha xonalar, zal hammasida havo tozalagichlar bo'lishi kerak degan bir fikrga keldik va yoz mavsumiga kirishdan oldin barcha 4 ta xonamiz va umumiy kutish zalini aynan eng yaxshi zamonaviy havo tozalagichlar bilan ta'minladik. Yoz boshlandi. O'quvchilarimiz soni 600 ga yaqinlashdi va shu paytda onlayn darslar syomkasi ham boshlandi. Biz bunga yil boshidan boshlab tayyorgarlik ko'rib kelayotgan edik. Biz nihoyat onlayn darslarni yozishni boshladik. Hammasi juda oddiy ko'rinadi. Kuniga 2-3 soatdan yozib, 1,5 oyda ushbu kursni tugatamiz deb hisoblagandik. Lekin bitta muammo bor edi. Biz kunduz kuni 4 ta 5 ta darsga kiramiz, ana undan so'ng kechqurun yana onlayn dars yozish uchun o'tirishimiz kerak. Dars o'tgan inson juda ham yaxshi biladi, qanaqa bitta darsda energiyalanib ketishligini. 600 ga yaqin o'quvchi, ustozlarning esa bir kunda 4 ta 5 talab darsi. Bu esa o'ziga xos muammo tug'dirdi. Odatda darslar 8 ga tugaydi va ba'zida biz soat 1 gacha studiyada bo'lamiz. Maqsad onlayn darslarni yozish va 1,5 oy muddatlik rejamizni o'z vaqtida amalga oshirish. Va nihoyat, avgust yarmiga kelib, 1,5 oylik mehnatdan so'ng bizda 20 dan ortiq video darsliklar va 30 soatlik materiallar tayyor bo'ldi. Videolar qo'limga yetib keldi. Ularni ko'rishni boshladim. Birinchisini ko'rdim, ikkinchisini, uchinchisini va nimadirdan ko'nglim to'lmadi. Ya'ni u joyda o'qituvchilarning energiyasi pastroqligi yoki charchaganligi yaqqol bilinib turardi.
Va shunaqa xulosaga keldimki, afsuski bu darslarni biz chiqara olmaymiz. Jamoadagilarga esa biz kutgan onlayn darslar ko'ngildagidek bo'lmaganligi va buni qaytadan yozish kerakligini to'g'ridan to'g'ri aytdim. O'sha paytda men nima deyishni bilmadim. Sababi shuncha mehnat, u yerga borib syomkaga tushishlar, tayyorgarliklar, kechqurun bo'lsa ham borib videoga tushishlar va hammasi bekor. Nima uchun dedimda? Lekin agar biz yaxshiroq mahsulot taqdim qilmasak, mijozlar ham qoniqmaydi. Haligi mashhur gap bor-ku, o'zing sota olmaydigan narsani boshqalarga ham sotma degan. Ya'ni o'zingga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rmaguninggacha haqiqiy yaxshi inson bo'la olmaysan. Avgust oyini oxiri biz jamoaviy yig'ilish o'tkazdik. Bu yig'ilishda kuz oyi uchun rejalarni tuzib oldik. Onlayn darslar syomkasini qachondan qachongacha o'tkazib olish rejasini ko'rib chiqdik. Va bundan tashqari yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rish uchun jamoaga umumiy dam olishni e'lon qildik. Bu dam olish taxminan 10 kun mobaynida bo'ldi. 10 kun mobaynida markaz faoliyatini biroz to'xtatdi, o'quvchilarga dam berdik, o'zimiz ham qayta tiklanib olishimiz kerak edi. Shunda ham jamoadagilar ishlamoqchi bo'lishdi, lekin dam olish qarori qat'iy edi. Sababi charchagan jamoa bilan yangi mavsumga kirib bo'lmasdi. Ota-onalarimiz bilan suhbatlar qilardik. Shu jarayonda o'quv markazimiz binosini ta'miri bo'yicha takliflar kelib tushgan edi va biz aynan shu dam olish kunlarida bu binoni to'liq ta'mirladik. Kutish zali, butun binoyimiz yangidan ta'mirdan chiqdi va bir yangilik qilishga qaror qildik. Doimiy xodimlar o'tiradigan ofisimizni Yuksalishda 70 kishilik tadbirlar zaliga aylantirdik. Iyun oyini boshidan boshlab biz yangi platforma MPLB platformasida ishlashni boshladik. Ungacha bo'lgan LMS platformasida ishlatib kelardik va MPLB platformasining ichida bizga kerakli instrumentlar juda ham ko'p va xodimlarni taski, ularni bajarayotgan vazifalarni hammasini qulayliklari juda ham ko'pligini sababidan biz MPLB platformasini to'liq ishlatishni boshladik. Bundan tashqari darslar sifatini oshirish maqsadida barcha sinfxonalarimizga interaktiv doskalar bilan jihozladik. Sentyabrdan onlayn darslarni qaytadan yoza boshladik. Kunduz kungi darslarni hajmini kamaytirdik. Biz diqqatimizni ikki tarafga qaratishga harakat qildik. Ertalabdan odatiy darslar haqida o'ylasak, kechga borib onlayn darslar uchun syomkalarni rejalashtirardik. Umumiy ota-onalar bilan ishlash jarayonida ham va o'quvchilar bilan ham ishlash jarayonida ham 20 yoshdan kattalar uchun qanaqadir loyihalar bormi, qachondir ochiladimi degan savollar, takliflar juda ham ko'p bo'lardi. Ota-onalar ham bizda, misol uchun bizda farzandlarimiz yoshlari kattaroq, ularga loyiha yo'qmi degan juda ko'p takliflar beriladi. Bularni yetkazishimiz kerak degan narsani. Va biz bu narsani ham umumiy buni ham ustida ishlashni boshladik. Ya'ni 21 loyihamiz keyin sekin-sekin yuzaga kelishni boshladi. Hozirgi paytda bu loyihamiz davom etyapti. Ortda qolayotgan yilda biz akademiyamiz bilan birgalikda Turkiya mamlakatida bo'lib, u yerda bir qancha xususiy ta'lim dargohlari bilan hamkorlikni izchil tarzda yo'lga qo'ydik. Jumladan, Biltik xususiy maktablari bilan, Iqbol kurslari bilan va bundan tashqari bir qancha davlat va nodavlat o'quv muassasalarida bo'lib, ularni ta'lim jarayonlari, tarbiya jarayonlari bilan yaqindan tanishishga muyassar bo'ldik. Aynan bunga o'xshagan hamkorliklarni biz kelayotgan yilda ham davom ettirishlikni oldimizga reja va maqsad qilib qo'yganmiz. Sentyabr, oktyabr oylari juda ham qiziq o'tdi. Jamoaga buning uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Ularning mehnatlari, ularning harakatlari juda ham yuqori bo'ldi, og'ir bo'ldi va biz ikkita ishni yakunladik bu vaqt mobaynida. Birinchisi bu Yuksalish akademiyamizni markazlarini remonti va onlayn darslarimizni ikkinchi syomkasi. Bu safar darslarni ko'rib chiqdik va darslar ko'ngildagidek juda ham yaxshi olingan, jamoa yaxshi ishlagani bilinib turibdi va biz uni taqdim qilishga tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Va nihoyat noyabr oyi keldi. Biz onlayn darslarimizni taqdimoti uchun barcha tayyorgarliklarni ko'rdik
va ustozimiz bilan birgalikda taqdimotni sanasini 7 noyabr deb belgiladik. 7 noyabr Muhammadali ustoz bilan katta taqdimot reja qildik va aynan o'sha kuni onlayn darslarimiz e'lonlari ketishi kerak edi. O'sha kungi tadbirda men asosiy tashkilotchi edim va men tomonidan qilinadigan barcha vazifalarni 6 noyabr sanasida bitirib qo'ydim. Lekin afsuski, o'sha kuni kechki payt noxush xabar oldim. Biz reja qilgan tadbirlar zalida tomidan suv o'tib, nosozliklar kelib chiqdi va u joyda tadbir o'tkaza olmaydigan bo'ldik. Va natijada tadbirgacha 12 soat vaqt qoldi va biz yangi lokatsiya qidirishga majburmiz. Aynan shu sababidan ertasi kuni juda kam mehmonlar, sovuq zal va sharoit jihatdan bizni qoniqtirmaydigan holat. Ushbu holatda onlayn darslarimiz e'lonlari yana kechikishga majbur bo'ldi. Qoldirilgan taqdimotdan keyin 1 oy o'tdi. Bu safargi taqdimotimizni onlayn qilishga qaror qilgandik. Onlayn taqdimot juda yaxshi o'tdi. 2000 dan oshiq odam qatnashdi. Ustozimizdan dars bo'ldi. Umuman olganda yilning eng katta maqsadlaridan bittasini amalga oshirdik. O'sha paytda faxr his qildim. Ya'ni yiqildik, muammolar bo'ldi, lekin qayta tura oldik. Shunda tushundikki, yiqilish muvaffaqiyatsizlik emas ekan. Hozir esa anchagina hammasi yaxshi, boshlanib oldi. Biz bundan juda ham xursandmiz va bundan biz faxrlanamiz. Umuman olganda shu yil yuksalish uchun yangiliklarga boy, yutuqlarga boy tarzda o'tdi deb aytsak bo'ladi va 2026-yilda ham rejalarimiz katta va bizdan kutilmagan, ajoyib va siz uchun juda foydali bo'lgan yangiliklarni kutib qoling. Dekabr oxiri biz yil davomida qilgan ishlarimizni sarhisob qildik. Yil boshida Leaders Camp'ni 2ta mavsumini o'tkazdik. Keyinchalik dasturlarimizni yangiladik. Ota-onalar kursini yo'lga qo'ydik. 21+ loyihasini boshladik. Onlayn darslarimiz taqdimotini o'tkazdik. Yangi hamkorliklarni amalga oshirdik. Turkiyaga ta'lim safarini uyushtirdik. Bu yil 1500 ga yaqin o'quvchi 3 oylik dasturimizda ilm olishga muvaffaq bo'ldi va eng muhimi, va'da berilgan barcha loyihalarimizni amalga oshirdik. Umuman olganda bu yil barakali bo'ldi. Buning uchun jamoamizga, ustozimizga tashakkurlarimizni aytib qolamiz. Bu ishlarni qilishimizda jamoani o'rni beqiyosdir. Alloh taolo bu jamoaga o'zini fayz va barakatlarini mukammal yog'dirsin. Biz bu yil ustozimizga bergan va'dalarimizni bajardik deb o'ylaymiz, lekin baribir so'nggi so'z ustozimizga qoladi. Hurmatli Yuksalish Lider Akademiyasi oilasi, hurmatli jamoam, sizlarga bobomiz Alisher Navoiy hazratlarining bir og'iz gaplari, baytlari bilan javob bermoqchiman. Agar shogird Shayxul Islom, agar qozidir, agar ustoz rozi, Tangri rozidir. Biz sizlardan mingdan ming rozimiz. Sizlar ham qilgan mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Kelayotgan 2026-yil barchamiz uchun eng barakotli, eng ko'p shu yurt uchun xizmat qilingan yillardan biri bo'lsin. Kattakon rahmat. Hurmat bilan Yuksalish Lider Akademiyasi asoschisi Muhammadali Eshonqulov. Hop, ketgan mo'jimator gapiraversam bo'ladimi? Kimga qarab gapirayman hozir sizlarga? Kameraga, o'zimga qarab gapirayman. ما در این سال پلتفرم امپلبی و گذاشتیم. در این پلتفرم tushunmaydi hech kim. Lekin bunaqangi qiyin davrmidi, nima edi? Uchun ham oxirini aytasiz. Oilam bilan vashita vaqt o'tkazmadim 2025-yil. Aka, men dam olmasdan ishlaganman. Sentyabrdagimi? Sentyabrda men ishladim, aka. Bu yerda men dam olibman, uyga boribman, oilam bilan o'tkazibman. Uzr so'rayman. Dada, aya, masala hollarga borganim yo'q.